Assalomu alaykum, Kripto Tejo kanalining obunachilari. Do'stlar, yaxshimisizlar, tengmisizlar? Ishlaringiz yaxshimi? Do'stlar, hozir ancha bo'ldi. Xullas, mana shu saytdan pul ham chiqarib ko'rganimiz yo'q. Bir попробовать chiqarib ko'ramiz. USDT sayti. Mana uchta chiziqchaga bosamiz va beziribga bosamiz. Va bu yerda qarangizlar, BRP20 degan manzilda olib kelishimiz kerak. Xo'sh, hozir Faucetbek kasholaga chiqaramiz. Faucetbek kasholaga 37 sentim bor. Mana buni ustiga bosamiz va ikkinchisiga ham yonga kirib, bu yerdan USDT mana shu yerda uchta chiziqchani ustiga bosamiz. Depozitga bosamiz. Va bu yerda mana adres turibdi. USDT turibdi. Lekin mana bu TRXda turibdi. Buni almashtiramiz. TRK20 turibdi, lekin biz mana bu pastdagiga qo'yamiz, BNB ga qo'yamiz. BRP20 qo'yamiz. Hozir mana bu yerda ham ko'rsangizlar, BRP shu adresga qo'yib va bu yerda mana buni kopirovat qilib olamiz. Endi saytga o'tamiz. Juda nimadir neto ishlayapti. Xullas, mana bu yerga manzilga joylaymiz. Ustiga bosib tursak, vistavut chiqadi. Undan keyin bosamiz. Xo'p, manzilda qo'ydik. Mana buni bossak, shotimiz hammasi qo'yiladi. Xo'sh. 0.05 komissiya olib qolar ekan. Bizga mana shu summa borib tushish kerak. Endi hozir mana buncha $1 oshiq bo'lsa chiqarib beriladi. Minimalga yozilgan. Mana buni bosamiz, ketdi. Elektron pochtaga nimadir jo'natyapti. Elektron pochtaga kiramiz. Adashmasam ana shu kodni jo'natgan. Kod ustiga bosib kodni kopirovat qilib olamiz u shu yerga qo'yib ko'ramiz qana. Nima bunaqa qilyapti? Shuman pulni chiqib ketdi. Hafta chiqarib ko'ramiz. Ilova xatosi. Qanaqadir neto ishlayapti. Hozir VPN'da o'chiraylikchi. Xo'sh, BizVPN adashmasam ishlamayapti.
VPN ishlamayapti. VPN'ni bir atlayib beraylikchi. Mana bosamiz. Nimalar deb chiqdi? Hozir bu pulimiz chiqib ketdimi? Xullas pulimiz chiqib ketibdi. Kutilmoqda. Kutamiz. Qancha vaqtda chiqib keladi? 24 soat ichida tushib keladi deb yozilib chiqdi. Endi bilmadim qancha vaqtda chiqib keladi. По-моему, уже elektron pochtaga nima kelyapti? Tasdiqlash kodi kelmayapti. Bu nimadir keldi xullas. Tasdiqlash kodi keldi deb o'yladim. Tasdiqlash kodi emas ekan. Xullas bilmadim qancha vaqtda tushib keladi. Так что sayt chiqarib beryapti. Xullas tushib kelguncha to'xtatib turamiz. Hozir bir avval nimani ko'ramiz. Bu yoqqa tushib keldimi yoki yo'qmi? Kutilmoqda deb turibdi-yu, tushib kelgan bo'lmasa kerak. Yo'q, tushib kelgan yo'q. Xullas, mana bu yerga ko'rsanglar 0. Xullas soat 12:09 bo'ldi. Kutamiz qancha vaqtda tushib kelar ekan. Do'stlar, Solana saytida ham ozgina pulimiz bor. Buni ham bir to'la chiqaramiz. Buni ham shu Fawcett kasholaga chiqaramiz siraza. Xo'sh, bu ham hamyonga kiramiz u. Fawcett kasholaga Solanaga o'tamiz. Mana Solana deposit qilamiz. Va mana shuni kopirovat qilib olamiz. Bunda o'zida turadi. Xo'sh. Solanaga kiramiz. Hozir kapchani ham terib qo'yaylik. Xullas 3ta chiziqchaga bosganda yuklab olish. Ya'ni withdraw deb chiqishi mumkin. Sizlarda inglizcha bo'lsa, menda hozir o'zbekcha yozilgan. Shuning uchun yuklab olish deb chiqib turibdi. Manzilni joylaymiz. Va mana buni ustiga bossak, hamma pul tepada shotimiz barisi qo'yiladi. Solana o'zida turibdi. Mana bu yer o'zida turibdi. Va bu yerda komissiya olmas ekan. Va kapchadan o'tildi. Bosamiz. Pulimiz chiqib ketdi. Kutilmoqda deb turibdi. Bu ham adashmasam tasdiqlash kodi kelmaydi, chunki tasdiqlangan.
qayta ishlash deb turibdi. Mana shu qayta ishlashni ustiga bossam pulim tepaga promoy chiqib ketadi, yana joyiga qaytadi. Hozir uni ustiga bosmaymiz. $2.93 bo'lar ekan. Xo'sh. 12 bu ham chiqarildi. Qani kutib turamiz qancha vaqtda tushib kelar ekan bular.